Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Mana keyingi eshik romlarimizni Farg'ona viloyati Turqat tumaniga olib keldik. 3 ta eshik, 2 ta rom olib kelib o'rnatib berdik. Akamiz uyda ham juda chiroyli qilib solgan ekan. Juda yarashdi, juda ham zo'r ekan, mana ko'rib turibsizlar. Mana eshik romlarimizni ko'rsatamiz. Bu yerga bitta eshik, 2 ta rom olib kelib o'rnatdik. Narigi xonada yana bitta eshik, bitta romimiz bor. Mana Zolotoy Koronadan juda ham chiroyli chiqdi. Mana oynalar gulli qilib. Bularda oynadan tashqari kvadratini 1.300.000 so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Mana inshaalloh bugun o'rnatib bo'ldik hozir. Ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli chiqdi. Mana ochilib yopilishlari ham juda ham yaxshi. Mana magnitli zamonlardan qo'yganmiz, o'zi ushlab oladi bu. Mana ko'rib turibsizlar, juda buni ichkarini dabur ham qilib berdik. İçki daburlarimizni alohida mana shu bitta eshikniki 1 milliondan bo'ldi. Daburlari juda ham chiroyli chiqadi. Eshikni o'zini alohida kvadratini 1.300.000 dan plus daburga 1 milliondan qo'shildi. Oynadan tashqari oynani xizmatini nech pul olgansa, ashuni o'zi pulini berdi. Zamog'imiz o'zi magnitli, buni magnit tortib oladi. Bemalol uxlanaveradi. Turishlar juda ham chiroyli chiqqan. O'zbekiston bo'ylab dastlabkalarimiz bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish ustunovkasi ichida 50 xizmatidamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana keyingi bitta eshik, bitta romimiz mana bu yerda turibdi. Pena qisib o'rmasin deb buni beliga yog'och reka qo'yib qo'yganmiz. Buguncha tursa ertaga oboradi. Pena 24 soat davomida ishlaydi, shuni hisobiga. Buguncha tursa uni ochilib yopilishlari juda ham zo'r. Buni ham shunday qilib dabur qilib qo'yganmiz. Yoqqan bo'lsa bitta like podpiska bosib qo'yamiz. Kanalimiz keyinroq tarqalishi uchun sizlar xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolaman. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.